Nur gilam yuvish korxonasida nimaga gilamlar bunchalik toza qilib yuviladi degan savolga hozir video davomida javob berib o'tamiz. Ya'ni gilam yuvish jarayoni etaplarini tushuntirib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'sha gilamni yozib olamiz va uni ustidan suv sepib chiqamiz. Ya'ni yaxshilab suv sepgandan keyin o'zimizning maxsus o'sha tozalovchi vositamiz bor. Bu toza Turkiyadan kelgan juda ham sifatli kimyoviy vosita hisoblanadi. Ichida kirlarni ketkizadigan, dog'larni ketkizadigan vositalari bor. Maydalab hamma joyga sepib chiqamiz. Ana undan keyin maxsus rotor bor. Bu rotor juda ham kuchli motor bilan jihozlangan. O'sha cho'tkalari o'sha har bitta gilam tolan orasiga kirib, o'tdagi kirlarni olib chiqib ketadi, katta оборотda aylanadi. Hozir mana birinchisini ko'rasizlar. Chap tarafdan o'ng tarafga aylanyapti. Hamma joyni tozalab chiqiladi. Bundan keyin ustidan yana birsida suv sepiladi yaxshilab. Ana undan keyin bu suvlarni, ya'ni o'sha loyqa suvlarni sizdiramiz. Sizdirganda ko'rishingiz mumkin, juda ham loyqa suv oqib chiqyapti. Ya'ni o'sha gilamdagi changlar, har xil musorlar chiqib ketyapti, ko'rishingiz mumkin. Undan keyin o'sha ikkinchi marta o'sha maxsus tozalovchi vositamizni, ya'ni juda ham tozalash xususiyati kuchli, shundan yana birsida hamma joyga sepib chiqamiz va yana rotorda aylantirib chiqamiz. Bu safar rotorni ko'rishingiz mumkin, o'ng tarafdan chap tarafga aylanyapti. Bir safar chap tarafga, bir safar o'ng tarafga, chunki o'sha tuklar yotib qolgan joylar botiribroq yurgiziladi. Ya'ni tuklari yana qayta turish uchun va uni ichidagi kirlar yaxshiroq chiqish uchun ligrovka qilib tozalab yuvib chiqamiz va ustidan yaxshilab suv sepib yana bir sidirib chiqamiz. Sidirilganini ko'rishingiz mumkin, borgan sari ko'pi o'sha suv tozalanib boryapti. Ya'ni ichidagi kirlari tozalanyapti. Va hali ham loyqasi bor. Bu loyqalar 3-chisida to'liq toza bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ancha gilam уже ochildi. 3-marta yana suv sepamiz. Suv sepgandan keyin maxsus ximikat o'sha tozalovchi vositamizdan har bitta joyga septirib, 3-marta cho'tka yordamida yaxshilab tozalab chiqamiz. Bu safar yana chap tarafdan o'ng tarafga aylanyapti rotorimiz. Rotorimiz juda ham tishlari qalin, har bitta tuklar orasiga kirib tozalab chiqadi. Motori ham juda ham kuchli, katta оборотda aylanadi. Juda ham yaxshi tozalaydi. Undan keyin 3-martadan keyin yaxshilab karcher uriladi. Ya'ni kuchli napor bilan suv uriladi. Ya'ni tukka orasidagi har xil changlar, boshqa narsa chiqib ketish uchun har bitta joyiga suv urib chiqiladi va bundan keyin ko'rishingiz mumkin, sizdirganda toza suv chiqyapti. O'sha gilam to'liq toza bo'ldi. Gilam juda ham yaxshi ochildi, ko'rishingiz mumkin. Endi bu gilamni yig'ib maxsus sentrifuga deyiladi, o'sha qurituvchi apparatga tiqiladi. Bu apparat juda ham katta оборотda aylanib, gilamni yaxshi quritib beradi. O'sha sentrifugadan chiqqandan keyin buni yoyib qo'yamiz. Yoyganda ham quyoshda qolib ketdi, ko'rishingiz mumkin, ustlari yopilgan, ya'ni issiqlik o'tkazadigan materiallar bilan yopilgan. Usti quriydi va ko'rishingiz mumkin,